Mana alhamdulillah keldik. Granitsadan Tyumenga pasajirlar Tyumenga yetib keldik. Qanday Dima? Поездка прошла очень хорошо, водитель хороший. Дороги без происшествий, без всяких проблем. Даже отдохнули. Opa qanday bo'lib keldi Tyumenda? Assalomu alaykum. Hurmatli yurtdoshlar. Tyumenga kirdi chiqdini tavsiya qilaman. Chunki bu tez va ishonchli. Ayniqsa bexatar. Tavsiya qilaman. Очень удобный. Дим, подтверди мои слова, пожалуйста. Bemalol kelgan Roshina aeroport. Вообще замечательная поездка. Mayli. Kelaverasizlar Tyumenga bemalol. Mana yigitlar hammasi chetda.